Bilaman, ko'pchilik yaxshi niyatda hovli qidirib yuribdi. Uni ustiga tez orada Ramazon oylari kirib kelyapti. Mana shunaqangi ro'za Ramazon kunlarini yangi hovlimizda o'tkazaylik deb yaxshi niyatda yurgan do'stlarimizga shunaqangi chiroyli hovli topib qo'ydim o'zi ham. Voy, buncha chiroyli bo'lmasa. Oldingi yonida qurilganini reklama qilishimiz bilan juda qisqa muddatda sotilib ketgan edi. Bunisi ham tayyor bo'libdi. Endi haqiqatda wow devoradigan dizayn bo'libdi o'rtoqlar. Sergeli tumani Sug'diyonidamiz. 2.6 sotuvli shunaqangi premium class dizayn qilingan, 5 ta xonasi bor, 2 tadan hollari qilingan, fasadi 10 metrga yaqin, 3 ta sanuzellari, to'liq podvollari, sharoitlariga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bozor TV a'zolari sizlarga eng yaxshi uylarni ko'rsatib berishda davom etyapmiz. Bugun sizlarga Sug'diyona mahalladagi tayyor, remontlari premium, oilaviy yashashga mos bo'lgan hovlini topib qo'ydim. Qaranglar, o'rtada yashil maydonlari, fasadlarini aytmaysizmi? Oppoq, modern klassik uslubda oq tekstura, qora sokol ishlatilgan va katta romli derazalar qo'yilgan. Ya'ni kechasi ham yop-yorug', juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Qarang, darvoza xonasiga bemalol mashinangizni olib kirib qo'yaverasiz. Hovlining burchagida bo'lsa, yozgi oshxonalari mavjud bo'lib, bemalol yo'lda palovxon torani qilib, qarindosh urug'larni chaqirib, iftorlik qilib bersangiz bo'lar ekan. Yaxshi niyat qiluvmidingiz? Qarang, inshaalloh mana shu Ramazon oylarida iftorliklarni mana shu hovlimizda o'tkazamiz deb yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, mana shu xonadon sizga nasib ro'za aylasin. Video davomida narxini ham aytib o'taman. 2.6 sotuv maydonga 3 ta yonma-yon qilib qurilgan, bittasi tez qisqa muddatda sotilib ketgan. Bunisi ham inshaalloh yaxshi xaridorlarga, yaxshi oilalarga nasib qiladi degan umiddamiz. Kirishimiz bilan bizni neoklassik bezaklar bilan juda saranjom, devorlarda gipsli panellar, shift bo'ylab yashirin LED va spot chiroqlar kutib oladi. Bu joy mehmon kutish uchun ideal joy. Polni ko'ryapsizlar, to'liq mana shunaqangi kafellar bilan bezatib qo'yilgan. Rangi iliq va uyga ajoyib bir komfort kayfiyat bermoqda. Bu tomonda oshxonamizning mebellarini bor-ku, mebelchi ustalar nomeri yo'qmikan? Boplashibdi, lekin bor-ku mebel dizaynlari va oynali eshiklargacha qo'yilgan ekan. Kamdan-kam holatlarda oshxona mebellarida oynali eshik qo'yilganini ko'rgan edim. Mana bu keng eshiklarimiz orqali bo'lsa, o'rtoqlar, qarindosh urug'larni mana shu xonaga bemalol olib kiraverasizlar. Mehmonxonasini juda ham chiroyli bezatib qo'yishgan. Naqshlardan, gipslardan va dekorativ panellardan foydalanib ajoyib bir mehmonxona qilingan va patologida ham LED chiroqlarni shunaqangi nafis qilib o'tkazib qo'yishgan ekan. Inshaalloh shunaqangi hovli olsak, ehson dasturxoniga qarindosh urug'laringizni chaqirsangiz, mana shu mehmonxonada bemalol mehmon qilasiz. Orqa hovlisidan boshqa orqa tomondagi mahallasiga o'tsa bo'lar ekan, orqa eshik sifatida, ayniqsa to'y maraka bo'lganda erkak ayollar alohida kirish joylari qilish uchun mana shunaqa eshiklardan foydalanishadi. Hurmatli mijozlar, hozir endi mehmonxonasidan hovliga qaytyapmiz. Nech bo'ldi bo'ylaysizlar mana shu xonadonni? Bu tomonda umumiy sanuzellarimiz, bitta ikkita kamchilik joylari albatta to'g'rilab beriladi va duogo'ylarimizga birinchi qavatda o'zida mana shunaqangi yotoqxonalarimiz qilingan. To'pli pol va radiatorlar asosida isitiladi. Tanlangan ranglarga, interyerlarga, devorlardagi bezaklarga birdan 5 gacha o'zingizlarni shaxsiy baholarni berib ketinglar, o'rtoqlar. Sizlarimiz orqali ikkinchi qavatga chiqishimizda kattagina hol bor bu yerda ham. Ikkita holimiz bor uyimizda umumiy hisobda. O'zini balkon qismlariga ega, panjaralari bitta ikkita oxirgi yetmay qolgan ishlari to'g'rilab beriladi. Bu tomonda cherdakka chiqib ketsa bo'ladi. Uni ham qopqog'ini qo'yib berishadi xudo xolasa. Bu tomonda ikkinchi qavatning umumiy sanuzellari bor. Hamma aksessuarlari tilla ranglardan foydalanishibdi. Oshxona mebellarini ko'rdinglar, tayyor holatda. Qolgan mebellarni qilib olsanglar bo'ldi. Ikkinchi qavatimizda ham mehmonxona qilishibdi. Mana shunaqangi oppoq chiroyli ranglardan foydalanilgan holatda va parket rangiga ham ahamiyat bersanglar, unaqa to'q ranglardan foydalanishmasdan mana shu devor ranglariga moslab uyg'un rang foydalanishgan ekan. Bu tomonda bitta yotoqxonamiz bor ekan. Lyustralari
yumaloq ko'rinishga ega, divan uchun alohida bra chiroqlar tashlab ketilgan va o'zini ichida sanuzellar ham bor ekan. Agar siz uyingizni sotuvga qo'ymoqchi bo'lsangiz, bizning uybozor.tv.uz saytimizda reklama berish bepul, uni ustiga mobil dasturlarimizni ham ishga tushirib qo'ydik. Bemalol kirib, mobil dasturlardan xohlasangiz App Store, xohlasangiz Play Marketdan Uybozor TV deb yozib qidirishingiz yoki opisiyaniyada yozilgan ssilkalarga kirib bemalol programmalarimizdan foydalanishingiz mumkin. Bu tomonda oxirgi yotoqxonamizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va balkon qismlarimiz. 2 yo'l sotuv kichkina joy emas. Toshkent shahar Sergeli tumani Sug'diyona mahallasida joylashgan mana shu xonadonimizni endi 230 mingga baholashyapti. Yanada o'tib kelishtirib beradigan joylari bo'ladi. Agar narx haqida fikrlar qoldirmoqchi bo'lsanglar, albatta plyus yoki minus qoldiringlar. Arzisa plyus, arzimasa minus. O'rtoqlar, agar siz ham mana shunaqangi uyingizni chiroyli qilib obzor qildirib, Uybozor TV, Instagram, Telegram, YouTube hamma platformalarimizda reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, 33 581 34 34 raqamiga telefon qiling. Podvalda ozgina mana oxiriga yetmagan ishlari bor, lekin to'liq podval qilingan bu yoqda ham. Ko'rib turganingizdek, katenli xonalari hamma yo'q alohida xonalarga ajratib qo'yilgan ekan. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Mana shunaqangi chiroyli xonadonlar sizlarga ham nasibi ro'za aylasin. Bu 230 minglik xonadonimiz haqida hammanglarni fikringlarni kutib qolamiz. Uybozor TVda qoling. Eng zo'rlari hali oldinda o'rtoqlar.